Generalni chiqardi. Necha pul deyapsiz? Qochirmasi, qo'rqitmasi, spokойно narx aytavering. 35 million. Qarang, qo'lni bering. 9 dan ekansiz. 9 dan. Ha, bolalarimdan yaxshi o'ynaysiz. Yaxshi yigitlar. Qarang, bir marta guringini aytaman. Mayda qilmayman, sodon. Bo'ladigan qilib so'rayman. Bo'ladi desangiz, aka, bo'ladi desangiz, taniq 25 million so'm beraman. To'g'ri kelsa bering, mayli, maydalashayotmaysiz bilan. 20 bering, 21 bering deyotmayman. 25 million bo'lsa bering olaman. Kechdan olingan Damas'ga narx qo'yib yozishganda ham mashina olib sotar yigitlar gapirishyapti deb. Bundayda, akalar, mana shu mashinani olsam, nomeri 093. Bugungi cheslani qo'yaman-da, sotuvga qo'yaman. 24 soat davomida mashina olib sotayotgan yigitlar bermay turaman. Qo'limdan kelgani shu. Oluvchi bo'lsa, ko'rsin, haqlicha birinchi aytaman sizlar onlaringizga. 24 soatdan keyin u mashina olib sotayotgan yigitlarning haqqi bor kelib olishga. Keladi. Kecha ko'ruvdik, sotilmabdi, shuni menga ber deydi. Ilojim yo'q, beraman. U ham sizlarga qachon pul beradi. Boshqacha pul bermaydi. Hammaning puli bir xil. Lekin xalq uchun ishlayapman-ki, endi oddiy xalq olmasa men uyimga baza yo'qda, mashinalarni to'ndalab taylatgan. 24 soatdan keyin mashina furushda ham olishga haqqi bor. Mana shu mashinani 24 soat hech kim olmasa. Bir Damas turibdi, arzon olingan edi, hamma biladi. 24 soat turdi ana shu mashina, hech kim olmadi. Boya aytishyapti-da, ustiga keyin 3 million qo'yib mashina furush olganman-da, yozib qo'yibdi. U ham qayerga sotadi? Shekka sotyapti. Bozor yo'q, bu yerda har kun bozor, odam ko'p. Keyin noto'g'ri tushunishyapti ekan. Instagramdan shu mashinani ko'ruvdik. Akmal aka 1 million qo'yib sotaman dedi. Nima 3 million balanay turibdi deb. 3 million balani meniki emas. Men o'sha mashinani olib sotayotgan yigitdan ham 1 million haqimda olganman. 24 soat bo'ldi, kakpalar hech kim olmadi. Keyin uni olishga haqqi bor. O'sha uchun aytaman. Olingan mashinalarni imkon darajasi 24 soat davomida o'ylab ko'rsanglar ham kelib olinglar. 24 soatdan keyin uni seniki o'zgarsa ayb menga emas. Uni olib sotayotgan yigitlar beraman. Qaysi bo'lsa, o'shani xohlagani oladi. Buni nech pul qilib berasiz? Ayting. Masalan 30 dedim. Yo'q, 30 baland. Mana bir narx ayting, Xayrulla aka. Bir narx ayting. Mana bir narx aytaman. Qotib qolmayman mayli. Siz ham qotib qolmang, men ham qotib qolmayman. Avval sizdan, keyin bizdan. To'g'ri kelsa ish bitadi. Akanchasini nech pul qilib bera olasiz? 28 bo'lsin. Ne? Rozimisiz 28 ga? Men ham roziman, baraka. Oling tepasi. Mana shu narsani o'zingiz aytdingiz, zo'r bo'ldi. Shu sizdan kutib turdim. 28 million bo'ldi. 29 millionga sotiladi. Ha, olasizmi? Oldu, ber. Yo'q. Resmiy qo'lchasi. Men qo'l taylamayman. Bular beraman. Akalar, eshiklar obzorni aytib ketaman. 2015-yil Damas aka. Endi tomidan boshqa joyi kraska bo'lgan. Mana bu kraskalar yangi kraskalar. Mana bu tomonga eski kraskalar bor, avval sepilgan. Mana bular ham oldin. Radno detallar ham bor. Lekin kraska deb endi aytolmayman. Bitta bus butun detalni radnoyi yo'q. Bus butun detal radnoda aytilmaydi. Mayda sepilgan. Mana shu chiriganmiz o'sha. Tushundingiz-a? Bu akaga da'vo qilmaysiz. Yo'q, sizga o'g'lim da'vo qildim. Generalni chiqar ekan, 28 millionga olindi.